Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Gravitatsion idrok intellektual shousining final bosqichida ko'rishib turganimizdan benihoyatda xursandmiz. Muvaffaqiyat faqat intiluvchan odamgagina nasib qiladi. Eng muhimi muvaffaqiyatga erishish uchun nimadir qilish va bunga hoziroq kirishish kerak. Bugungi dasturimizga ana shunday harakatlarni qo'rqmasdan amalga oshirgan va katta maqsad sari astoydil intilgan yoshlar jamlangan. Ularning urinishlari besamar ketmaydi, chunki 5 nafar g'olib ishtirokchi 4 yil davomida nufuzli Alfraganus universitetida grant asosida tahsil olish imkonini qo'lga kiritadi va bugungi loyihamizda gravitatsion idrok intellektual shousining birinchi o'rin sohibini ham aniqlaymiz. Hurmatli bilimdonlar, biz siz bilan kichik emas, katta yo'lni bosib o'tdik.